Kelinga azob berib ruhiy tayziq o'tkazayotgan qaynonalar, bilingki, ruhiy iztirob jismoniy og'riqdan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Bir oilani gulday qizini ezib, o'tmishdagi xotiralaringiz alamini bolangiz tengi bir go'dakdan olib, biz chidaganmiz, o'lmaganmiz. Sen ham shuni ko'rishing kerak. Ha deb ularni hamma o'tmishdagi og'riqlaringizni kelinda ishlatib, yana kamiga men onaman, aytganim bo'ladi deb onalik maqomimizni suiiste'mol qilishligimiz qanchalar to'g'ri. Qaynopalar bor, qaynisingillar bor, akasini, ukasini taqdirini buzib qo'yadiganlar, kelinlarga xuddiki qulday munosabatda bo'ladiganlar. Yaxshi do'stona munosabatda bo'lsangiz nima bo'ladi? Oxirat yo'qmi? O'lmaslikka hujjat olganmisiz? Degin keladi-da. Akangizni, ukangizni hayotiga ketkazgan quvvatingizni, e'tiboringizni o'zingizga ishlating. Inshaalloh gullab, yashnab, eng baxtli ayollar qatoridan bo'lasiz. Qalbingizda e'tiroz uyg'onmasin so'zlarimga. Tushunaman, o'zgani bolani oilangizga, bag'ringizga olib, unga onalik qilish oson emas. Lekin bizga Robbim shundoq ham onalik maqomini berib bo'ldi. Oyog'imiz tagiga jannatni yoyib ham qo'ydi. O'tkinchi xoyu havasga berilib mana shu jannatdan ayrilib qolmaylik deyman-da. Hozir gap hamma qaynonalar haqida ketmayapti. Mehrlilarni ham juda ham ko'pini bilaman. Gap egasini topadi. Yuragingiz jim etdimi? Qayerdadir o'zingizni tanidingizmi? Hushyor tortaylik. Ertaga tarozida og'ir bosmasin javobi. Negaki bolamizdan-da yosh bir qizga sen kelinsan, majbursan deb, men qaynonaman deb o'zimizga itoat qildirsak, bugun sizni xizmatingizni, bizni xizmatimizni ham qilar, g'olib ham bo'larmiz. Lekin keyinchi nima bo'ladi? Biz uchun aziz bo'lmasa, kim uchundir aziz farzandda u. Hamma gaplarni chiroyli gapirib, mehr bilan tushuntirilsa, aqli bor kelin albatta tushunadi, harakat qiladi. Bir kasa ovqatingizni sizga tayyorlashga shoshilib, mehr bilan yugurib, yelib oldingizga qo'ygani qayerda-ku? Nafrat bilan ana o'sha kosani oldingizga taq etib qo'ygani qani? Bu taom ertaga sizga quvvat bo'larmidi? Shifo bo'larmidi?